Birodar, aniq ishongan. Agar haromdan tiyilsang, farzni bajarsang, sunnatni mahkam ushlasang, ko'zingni, tilingni, boshqa a'zolaringni haromdan tiysang, doim taqvo keltirsang va shu holatingda davomiy yashasang, aniq ishon. Xuddi bahordan keyin yoz kelishiga ishonganingdek, kuzdan keyin qish kelishiga aniq ishonganingdek ishon. Tutun osmonga ko'tariladi, suv pastga oqadimi? Aniq ishonasanmi? Agar taqvoda turadigan bo'lsang, doimiy shu holatda bo'lsang, Alloh seni qo'llashligi ham mana shunday ishonchli narsa. Seni ko'taradi, aziz qiladi, ko'zingni quvontiradi. Chunki bu Allohning va'dasi. Muhammad alayhisolamning va'dasi. Allohning va'dasi esa haq. Allohning so'ziga bo'lgan ishonching seni iymoning, seni ishonching.